Endi reja bo'lish kerak. Mana bunday uyga vazifa amalga oshirildi. Doriyev kirib boryapti. Hakam esa penalti yo'q dedi. Doriyev yiqildi. Qarshi hujumga qarab Omonov yo'l oldi. Tezlik namoyish etadi. Omonovning formasi yaxshi. Pas mukammal. 1-1. Zarba 2-0. Buxoro raqib darvozasini chiroyli tarzda ishg'ol etyapti va Po'latov o'zining ikkinchi golini uryapti. Ikkinchi raqam dubl qayd etyapti. Qoyil. Izzatulla Po'latov hujumchiga aylanib ketdi. Aziz Omonovning uzatmasi esa juda mukammal edi. Mana qarang, Omonov markazda mana qanday chiroyli kesib tashladi. Bu uzatma do'stlar. Bu uzatma chiroyliligidan, aniqligidan gol urmasa bo'lmasdi Po'latov. Uyalib qolardi.